Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kaderlik Facebook'taki qarindaşlar. Hemmenlarning şu vakti ve bunun iki vakti hayırlık olsun. Ben Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'dan sizlarga Allah'ınki cennet salamı bolgan Assalamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu degan salamni bergandan keyin biz daim birge qilib kelayotgan tadbiriyay sin derslerida bugün ustozniki Erkin Sidiq akamizniki bunu turmuşning muhim savatları ve sabaqları degan 7. qism kitabı tadbiri neşriyatımız tarafidan neşr qilingan mono kitapni birlikte öğrenip ötümüz qadirli qarindaşlar bir yılning içinde 52 hafta buludu. Biz bugün 53. haftamızga qadam qo'ydik. Yani yeni bir yıl başlandı degan gap bizning shu ishimizni qilib kelayotgan tadbiriyay sin derslerden itibaren qadirli qarindaşlar. Bugün 53. sin dersimiz bo'lgan aldığa qarab mag'lub bo'lish, yashayotgan tövfikrlarni xotirlash, qog'ozga yozilgan nishon degan mazmunda dersimizni o'rganamiz qadirli qarindaşlar. Ovozim chiqdimi chiqmadi bir qarab baqalaylik qadirli qarindaşlar. Ovozim chiqib o'tibdi jinim do'stlarim. Anda olsa bu kitaptan 260. betni açımız jinim do'stlar 260. bet. Kitapning o'zi 358 bet qadirli qarindaşlar. 260. betimizde 260. betimizde qadirli qarindaşlar aldığı qarab mag'lub bo'lish degan mazmunni ko'rib o'tamiz. Aldığı qarab mag'lub bo'lish. Bu maqola 2016 yılı 5. ayının 12. günü vatanimizdeki torbetlerde ilan kılıngan qadirli qarindaşlar. Maqolanın mazmununu birlikte o'rganamiz. Aldığı qarab mag'lub bo'lish. Balalarimizga muvaffaqiyatlik bo'lishni o'rgatishning eng yaxshi usuli ularga mag'lub bo'lishni o'rgatish. Agar biz tunji qatim sinishimizda o'zimizga istagan narsaga erishishni muvaffaqiyat qolgan ahvollarni bo'lsa mag'lubiyat deb hisoblaydi ekanmiz. Biz hammamizning mag'lub bo'lgan vaqtimiz muvaffaqiyat qozongan vaqtimizdan jiq ko'p bo'ladi. Qattiq tirish mag'lub bo'lish asosida yuqoriga o'rlagan kishilar ko'proq va yuqoriroq darajada muvaffaqiyat qozonadi. Buning sababi ular mag'lubiyatlar orqali texmo aqlliq va texmo chidamliq bo'ladi. Meyada bir resimde no one can do everything but everyone can do something depti. Do diyenini to dep yazıp saptı qadirli qarindaşlar. No one can do everything but everyone can do something. Hiç kim hemme işni qilolmaydi, amma her bir odam ma'lum ishlarni qilalaydi. Siz o'zingiz qiladigan ishlarni qilyapsizsiz. Dünya her bir odamning o'z runini jari qildirishiga muhtoj. Mag'lubiyat asosida muvaffaqiyatli bo'lgan amerikalik 2 nafar ulug' kashfiyotchilar bor. Ularning biri to'rdoshlarga noit tanishlik bo'lgan Thomas Edison bo'lib, yana biri 1920-yildan 1947-yillari General Motor şirketi tədqiqat bölümünün başçısı bolğan
Charles Kettering. Edison davamlıq muvaffaqiyat yolida məğlub boldum deydi. O hər qətim bir yeni nərsini sınab, sınagan nərsisi işləməsə, işləməydiğən nərsiden birini bayqab, işləydiğən nərsini təpişqi bir qədəm yıqıllaşdım, deb oylaydı. Kettering bolsa, aldığı qarab məğlub buluşni davamlıq tilgə elib, xata qılınğan hər bir işini praktik sınıqı deb ataydı. Bu iki zatның ortaq artıqçılıqı, oңuşsuzluqlar və məğlub bolğan tirişçanlıqlar ularning ijodchanligi və ularning ishonchini ojizlashtirmagan. Ularning nazarida bösüş xarakterlik yangilik yaratishda kam bo'lsa bo'lmaydigan strategiya qayta sinab qilish bo'lib, ular mag'lub bo'lish degan qarashni zodila qabul qilmagan. Amerikadagi dunyoga dangliq IBM şirketining qurg'uvchisi Thomas Watson hatta muvaffaqiyat qozonishning usuli mag'lub bo'lish nisbatini bir hassa o'stirish degan. Albatta biz mag'lub bo'lishni orzu qilmaymiz. Ammo biz mag'lubiyatdan saqlana olmaymiz. Hamda muvaffaq pozitsiya tutish orqali biz mag'lubiyatni o'zimizga foydali narsaga aylandira olamiz. Mag'lubiyatdan butunlay saqlanishning birdan-bir usuli xatarlardan va qiyin o'tganlardan o'zini qochirish bo'lib, unda qilish haqiqiy mag'lubiyatni keltirib chiqarishi mumkin. Agar sinab boqmaydi ekansiz, sizdagi muvaffaqiyat qozonish ehtimolligi nolga teng bo'ladi. Sizning nishoningiz biror narsaga erishish, biror ishni qilish yoki o'zingizning kishilik yoki kasbiy iqtidorlarini yaxshilash bo'lishi mumkin. Sizning nishoningizning nima bo'lishidan qat'iy nazar, muvaffaqiyat qozonishning siri o'ngishliq bo'lmagan sarguzashtlarni sizning oldingizda to'sib oldigan bir yo'g'on toshdan siz yuqoriga o'rlaganda dastlab egizlaydigan palampay toshlarga aylantirishni o'rganib bilishdan iborat. Uğursuzluqni paydaga aylantirish har bir odamdan mundaq 3 xil iqtidor bor bo'lishini talab qiladi. Ijobiy ko'z qarash tiklash, ko'p aslash va o'ylanish va qat'iy davomlashtirish. Birinchidan kashfiyotchilardan o'rganing. Biror mag'lubiyatga yo'liqqanda hargiz uni eng oxirgi bosqich deb o'ylamang. Uğursuzluq iradangizni bo'shatmasin yoki sizni qilayotgan ishingizdan voz kechkizmasin. Esingizda bo'lsinki, mag'lubiyat bir hodisa bo'lib, o hargizmo bir odam emas. Faqat o'zingizni bir mag'lub bo'g'uvchi hisoblamasingizlar, siz qaytalab duch kelgan mag'lubiyatlar sizni hargizmo yengolmaydi. Sizning burunqi ishlar ustida qanday tafakkur qilishingiz sizning buningdan keyingi tirishchanligingizning qanday bo'lishini belgilaydi. O hem sizning iradangizni kuchaytiradi, hem iradangizni ojizlashtira oladi. Ikkinchidan, burun erishgan tajriba saboqlarni isrof qilib etmang. Agar burunqi ishlardan tajriba saboq to'plamaydi ekansiz, burun yo'liqqan o'ngishsizliklarni isrof qilib etasiz. O'zingizning burunqi ish harakatlari, pozitsiyalari va natijalarini qayta eslang va ular ustida qayta o'ylanib, ulardan tajriba saboq yakunlab, egillagan bilimlardan buningdan keyingi tirishchanliklar uchun yetakchi ideya sifatida foydalaning. Uchinchidan, oxirigacha davomlashtiring. Qayta sinab, bag'an siri oqilona ish qiladigan bo'lib mening. Shundaqla yuqoridagi ishlarni qilish jarayonidan huzurlaning. O'zingizning turmushini yoki boshqalarning turmushini yaxshilash yo'lidagi biror o'zgarishni nishon qilib, ko'rsatgan tirishchanliklaringizning hammasi siz yaratgan bir qimmatli tuhfa bo'lib hisoblanadi.
9 danlıqlarning mag'lubiyat haqida aytganlari. Tuvandagisi Amerikadagi 9 nafar dangliq zatlarning Harvard ve Stanford qatorliq dangliq universitetlarda so'zlagan nutqlaridan elingan söz ibareler, üzüntülerdir. Siz özünüz en yaxşı görüdüğün kesimi tapmışsınız bulmaydı. Bu xuddi siz özünüzün hakiki muhabbet cörünüzü tapkan bilen oxşaş. Sizin hizmetiniz hayatınızın nihayeti çoğun kısmını egelleydi. Şuna öz özünüzni hakiki türde kanaatlendirişinin birden bir usulü özünüz üçün en uluq hesaplandıgan iş bilen şoğullanış. Kılıdığan işinizni zor neticelerge eriştirişinin birden bir usulü kılıvatkan işinizni hakiki türde yaktırıştan ibaret. Eğer siz aşındak işte tekşi tef bulanmagan bolsunuz, onu izleşte davamlaştırın. Hem de onu tapmıgıca toxtat kalman. Onu tapkan tapmaganlığınızı siz özünüz bilaleysiz. Köngülge təbə işlərinin həmmisi əni şundaq buludu. Steve Jobs 2005 yılı degan sözgen alma şirketinin korgucusu rahmetli köp getdi qadirli qarindaşlar. Nəhayət mühim gapni qıpdı. Mening hayat nimem şu mizanım. Ya söygen işini, yaxşı görgen işini qıl, ya ki bolmasa qılğan işini yaxşı kö. Siz bəzide döttük qılısız, bəzide ata-ananızı ənsiretisiz, mən muşundaq qılğan. Siz öz tallaşlarınızdan gumanlanısız. Siz özünüzün ictimai münasibətlərindən, hizmetinizdən ve özünüz yaşavatkan makan ve özünüz okuvatkan üniversitedeki dostlarınızdan gumanlanısız. Benim demekçi boğunum, yukarıdaki işlağa heyran kalmasımız gerek. Onların hemmisi normal ahvallah. Ira Glass 2012 yılı degan gepken, siz hayatınızın ma'lum basqıçıda mağlup olursiz. Siz oңuşluqqa uçuraysız. Siz öz özünüzde oңaysızlandırırsınız. Bunun da hiç qanday şek yok. Onu qabul qılın. Eğer siz mağlup olmaydı ekansiz, o sizden tekçi bir işini qilishni sınap bakmaganlığınızda körüstüdü. Mağlup buluş, ba'zida özünüzün qayerga qarab ketayotganligini bayqashning en yaxshi usuli bo'lib qoladi. 2011 yılı Denzel Washington degan gapken qadrli qarindoshlar. Siz oңuşsuzluqlarga uchrash orqali texmo aqlliq va texmo kuchli bo'lasiz. Siz ashundaq jarayonlar orqali erishgan bilimlar bilan keyingi hayotingizda sapdan tushib qolmaslikni bir xil kapolatga ega qilasiz. Oңuşsuzluqlarning siniqidan o'tkazmay turib, siz öz özünüzni yoki özünüzning ijtimoiy munosabatlaringizning kuchlik ojizligini haqiqiy turda tushunmaysiz. Ashundaq bilimlar siz uchun bebaho sovg'at bo'lib hisoblanadi. 2008 yılı J.K. Rowling'ning degan gap ekan. Mag'lubiyat deb narsa mavjud emas. Mag'lubiyat bizni boshqa bir yo'nalishga boshlaydigan narsa bo'lib, u hayotning bir qismi. Her bir xatolikdan bilmeling. Andın siz üçün keyingi to'g'ri yo'nalishning qaysi ekanligini oydinlashtirib oling. 2013 Oprah Winfrey. Bizning mag'lubiyatimiz o'zimizdagi ideologiyani shakllantirib, biz en ahirida qanday odam bo'lib chiqishimizni hamda o'zimizning boshqalardan qanday farqlanadiganligimizni belgilaydi. Mag'lubiyatni qabul qilish oson ish emas. Ammo siz uni qabul qilib, uni to'g'ri bir taraf qiladi ekansiz, siz mag'lubiyat deb hisoblanadigan narsa o'z o'zingizni yengidan bayqashdiki yadroliq narsaga aylanadi. 2011 Canon O'Brien. Siz dunyoni o'z o'lchamlaringiz bo'yicha yaxshilashga urinib baqing. O bir oson ish emas.
Men bilen okşaş devrinin kişileri sizge bir kısım işlerini kılgılı bolmaydı deydi. Bununla idivi tayyorlik kılıp koyun. O işlerini menin yaşındaki kişiler hakikaten kılınmagan. Şoňlaşqa ularning nazarida ular kılgılı bolmaydigan işler. Emma sizlarning vazifanglar bizning diginimizning hata ekanligini isbotlash. 2015 Stephen Colbert. O işlerini siz yalğız kılalmaysız. Bunun keyinki hayatınızı yaşap meniş jaryanida başkalar bilen hemkarlışqa her vakit tayyor turun. Köpünce vaqtlarda başkalar sizden ve başkalarının ideyaları sizninkiden yaxşırak bulup çıkıdı. Sizge can ilan kılıdığan ve sizge medet ata kılıdığan bir grupa adamlarını tepip köpligen vaktinizni şular bilen ötküzün. Aşunda kılış arkalık siz hayatınızı özgerteleysiz. 2011 yılı Amy Poehler. Menin dadam bir dağlık komediye artısı bulalaydı. Ama o özünün şunda kılalaydıqalığa işenmegen. Şunu o asarrak yolunu tallap bir buğaltır boğan. Men 12 yaşga kirgende dadam işten boştuldu. Şunun bilen biz bir aile kişileri kolumuzdan keladigan işlerinin hemmesini kılıp hayatımızı saqlashga mecbur bolduk. Men dadamның ahvalidan nurgulgan kıymetlik bilimlerge ege boldum. Olarning birisi siz özünüz arzu kılmaydigan bir iş bilen şug'ullangandımı mağlup bulup kalırsız. Şoňlaşqa siz özünüz en yaxşı görüdigan işlerini tebekkülçülük kılıp sınap bakın. 2014 Jim Carrey. Yani yukarıdaki sözlerini kılgan dağınlıklar işideki 8 kişi, ikinci kişi Ira Gilas dep resimlerini çıkıp kaptı. Kadirli kıyırındaşlar, üzerine erkensilik hakimizdeki tor kitabıdan adresini beğendim. Düşürüp kösenler boludu kadirli kıyırındaşlar. Paydalanış menbəsini biripti. Michel Josephson How to Succeed by Failing Forward. Turning stumbling blocks to stepping stones. Turning stumbling blocks to stepping stones. Degan bir makaladan paydalanıptı. 9 inspiring quotes from memorable commencement speech depti. Yerden mi paylansanlar buludu ki. Hem de yaşavatkan töhpikarlarını hatırlaş diyen mezmununu körüp çıkımız kadirli kıyırındaşlar. Erkezilik akımızdaki qaysi kitabı turmuşning savatları ve savakları degan bunu 7. kitabıdan birlikte öğrenimiz kadirli kıyırındaşlar. Yaşavatkan töhpikarlarını hatırlaş. 2016 yılı 1. ayının 29. günü. Vatandaki torbetlerde ilan kılınıp diken. Bu yıl 24. yanvar günü NASA'nın Seperçi 2 namlıq alem uçkuru Koyaş sistemisideki 7. planeta Uran'ın yeniden uçup ötkenlikiga 30 yıl toşkan gün bulup 23. yanvar günü bolsa Seperçi 2'nin Project alemi Project Scientist ve GPL'nin 1991'den 2001 yıllardaki sabık direktörü birinci kol başlığı Dr. Edward Stone'nin 80 yaşga kirgen küne. Aşı münasebet bilen bizim idaremiz 2016 yılı 25 yanvar düşenbe günü GPL'deki en çok yığın zalada bir yığılış ötküzüp yukarıdaki 2 gününü hatırladı. Hem de Dr. Edward Stone'ның JPL'ga koşkan zor töhbelerini tebrikledi. Resimini kürvasanla buldu. Tor kitabıdın. Bu yığılışta burun Edward bilen birli işlep bakkan rehber ve kesbi xadimlar Edward hakkındaki burunki işlerini eslep öttü. Onun artukçuluklarını medihledi,
onun tug'ilgan kunini tabrikladi. Maxsus Edward haqida ishlangan bir hujjatli filmni qo'yib berdi va uningga bir dona minnatdorlik guvohnomasi taqdim qilindi. 10 necha yilning oldida Amerikadagi Edward o'qigan o'rta maktabning ismi Edward Stone o'rta maktabi deganga o'zgartirilgan bo'lib, yig'in jarayonida ashu o'rta maktabning hozirgi 3 o'quvchisi so'z qilib, Edwardning o'zlariga ko'rsatgan ilm-fanning yuqori pallasiga chiqish jihatidagi ijobiy ta'sirlarini qisqacha bayon qilib o'tdi. O'quvchilar o'z maktabida so'zlagan bo'lib, bu ahvol yig'in zalida naq maydonidan qo'yildi debdi. NASA'ning Safarchi 2 nomli olam uchquri 1977-yili 20 avgustda olam bo'shligiga chiqarilgan bo'lib, u hozir soatiga 55 ming kilometr mang'ilgan surat bilan Quyosh sistemasining chegarasiga qarab safar qilyotdi. Yer yuzidagilar hozirmi uning bilan inglizcha Deep Space Network deb ataladigan mikro to'lqinliq aloqa to'ri orqali aloqalashib turyotdi. Bu faoliyatdagi menga eng ta'sir qilgan va mening mazkur yozmani tayyorlashimga turtki bo'lgan ish NASA'dek bir cho'ng va muhim o'rindan biz hozirmi hayot kishini qo'shgan zo'r to'pis uchun xotirlashidan iborat. Men hisoblab baksam, bizning idorada 400 nafar xodimni yig'ib, 1 soat mushundaq faoliyatni o'tkazsam, kam deganda $24,000 chiqim bo'ladi ekan. Bizning idoramiz bir yashayotgan xodim uchun shuncha ko'p chiqim tortib, mushundaq bir faoliyatni o'tkazishga rozi bo'libdi. Men hozirgacha o'lib ketgan kishilarning to'pisini xotirlaganini ko'rgan va anglagan edim. Bu mening hayot odamni xotirlagandan tunji qatim ko'rishim. Yoki burun ko'rgan yoki anglagan bo'lsam-mo, hozir esimda qolmabdi. Men bu faoliyatga qatnashib, mushundaq faoliyat Uyg'ur diyoridimi bek zarur ekanligini his qildim. Dunyodagi taraqqiy topgan ellardagi millat yoki xalqlarning ilg'or saviyasiga yetib olish uchun Uyg'urlar buningdan keyin qilishga tegishli ishlar nihoyatda ko'p. Basması bo'lmaydigan musofimi nihoyatda uzun. Men Uyg'urlar ichidan chiqqan har sohadagi cho'ng to'pikarlarning buningdan keyin Abdushukur Muhammad Imin muallim uchragan taqdirga davomli uchrab qolmasligini tunimi arzu qilaman. Alayda to'pi qo'shgan zatlarimizning ish izlari orqali yosh o'smirlarni yetaklash va ularni rag'batlantirish faoliyatlarining keng turda elib berilishini umid qilaman. Mazkur yig'inning savol-javob qismida idoramizdagi bir xodim Stone efendimdan kelgusida olam texnikasi sohasida ishlashni nishonlayotgan yoshlarga qanday tavsiyalaringiz bor deb so'raganda Stone efendi yoshlar o'zlarini fizikali qurilma, texnologiya, insoniy mahoratlar va bilim qatorliq 5 sohada yetildirish kerak deb javob berdi. Jam'i 5 sohani tilga olgan edi. Men qolgan birini yozib olishga ulgurolmay qoldim. Men yuqoridagi 4 sohani mundaq tushundim. Mundaq deb tushundim. Fizikali qurilma, raketa, olam uchqurining shakli va tuzilishi, olam uchquridagi antenaning shakli deganga o'xshash narsalar. Texnologiya, Marsga odam mangdirish texnikasi. Asteroidlar, ya'ni koinot uchar tashlarini tutib, Ayga aparish texnikasi degandek narsalar. İnsani mahoratlar. Olam uchquchisidan talab qilinadigan mahoratlar. Marsga qo'nadiganlardan talab qilinadigan mahoratlar degandek narsalar. Bilim, koinot haqidagi yangi bilimlar va koinotni yangi ilgirlagan holda tekshirish uchun zarur bo'lgan bilimlar degandek narsalar. Mazkur yig'ilishda so'zga chiqqanlar imkon qadar yig'in qatnashuvchilarini kuldirib turib so'zlashga tirishdi. Bo'libmi Stone efendi direktor bo'lgan vaqtda muavin direktorlik vazifasini o'tagan bir peshqadam xodim
özünün Stone efendimning aqlini, bilimni ve iş qilish mahoratini o'rganib olish uchun har xil ishlarni sinab baqqanligini so'zlab o'tdi. O qiziqchilik qilib, o'zi sinab baqqan ikkinchi ish. Her kuni uxlaganda yostiqning ostiga 4-5 kitobni qo'yib, shu orqali o'z bilimini oshirish bo'lganligini so'zlab, ekranga uydagi bir karvat bilan bir yostiqning rasmini chiqarib qo'ydi. Hamda men mazkur rasmni tartishdan burun körpe qepi bilan yostiq qepini yangi qaplarga almashtirdim. Şuna başqa xiyallarga petib ketmasanglar bo'ladi deb hammanglarni kuldiribdi. İzahat. JPL deganimiz bizning idoraning inglizcha Jet Propulsion Laboratory degan ismning bosh harflari. JPL ma'muriy yoki boshqarilish jihatdan dunyoga dangliq xususiy oliy maktab Kaliforniya Texnologiya institutiga qiladigan ishi va xarajat manbasi jihatdan NASA'ga qaraydi. Kaliforniya Texnologiya institutidan 2015-yilgacha Nobel mukofotiga erishgan kishilarning soni 34 nafar. JPL NASA'ning 10 markazi ishidagi eng cho'ng bo'lib, qiladigan ishining xarakteri va ko'lami nuqtasini olib aytganda, u NASA'ning mingisiga o'xshaydi. Davr oliy ma'rifi Times Higher Education deb ataladigan bir nupuzliq xalqarалық tashkilotning bağlışida dunyodagi dangliq oliy maktablar ichida Kaliforniya Texnologiya instituti 2012-yildan boshlab izchil turda dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turib kelyapti. Harvard universiteti 2011-yili birinchi o'rinda ekan deb yozibdi Erkin Sidiq akamiz. O'zining qo'yib qo'ygan boshqa xotir rasmlari bor ekan, uni Tor kitobidan tushirib ko'rib olsanglar bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Endi qog'ozga yozilgan nishon degan mazmunni birlikda ko'ramiz. Qog'ozga yozilgan nishon 2016-yili 3-oyning 18-kuni. Yoshlarning o'z hayoti uchun turg'izilgan nishoni bor bo'lishining muhimligini ko'plagan uquvlar biladi. Bu haqda men burun bir qancha parcha yozma tayyorladim. 1979-yili Amerika Harvard universitetining egilik boshqarish instituti bir tadqiqot turini elib borgan bo'lib, onun da shu yil Harvard universiteti egilik boshqarish institutida o'qiyotgan o'quvchilardan siz o'zingizning kelgusi uchun aniq qog'ozga yozilgan nishonlarni turg'izdingizmi? Hamda ularni amalga oshirish planlarini tuzdingizmi deb so'ralgan. Ashu qitimliq tekshirish orqali bayqilishicha, faqat 3% o'quvchilarning qog'ozga yozilgan nishonlari va planlari bor bo'lgan. 13% o'quvchining nishonlari bor bo'lgan. Ammo ular o'z nishonlarini qog'oz yuziga yozib chiqmagan. Hamda qog'oz 84% o'quvchilarning konkret nishonlari bo'lmagan. Aralıqda 10 yil vaqt o'tgandan keyin tadqiqotchilar haliqa o'quvchilar bilan qayta ko'rishib, ular bilan suhbatlashgan. Hamda bu qatim egilgan ahvollarga qattiq hayron qolgan. Haliqa nishonlari bor bo'lgan 13% o'quvchilarning hozirgi yillik maoshi haliqa nishon turg'izmagan 84% o'quvchilarning hozirgi o'ttiruvchi yillik maoshidan bir hassa ko'p ekan. Haliqa qog'ozga aniq nishonlar va ularni amalga oshirishning planlarini yozib olgan o'quvchilarning hozirgi yillik maoshi bo'lsa, qolgan 97% kishining maoshini birlashtirgan vaqtdagi kirimdan 10 hassa ko'p ekan. Muvaffaqiyatning mushundaq aniq dalillari bor tursinmi? Mutlaq ko'p sondagi kishilar aniq ölçügülü bulungan vaqt cheklamasi bor bo'lgan nishonlarni turib yaşamaydı. Yuqoridagi ahvollar Mark McCormackning Harvard egilik boshqarish instituti sizga o'rgatmaydigan narsalar degan kitobida bayon qilingan.
Nişanlar degan dağlıq kitabıda Brian Tracy, yani sizden öz hayatınızda isteydiğin işlerini tepip çıkış, hem de aşı işlerini emelge aşırışının planlarını, tüzüp çıkışının usullerini bayan kılıdı. Hem de o kişilerin özleri üçün nişan turguzmaslıqның 4 çoğun sebebini düşündürdü. Birinci, ular nişanның mühimliğini tuğunup yetmeydi. Siz köpünçe vaktinizni birlikte ötküzülen kişiler, mesela aile azaları, dostlarınız, sebdaşlarınız qatarlıqlarının iniq nişanı yok buluduken, sizden iniq nişanınız mı yok buluşunun ihtimallıqı nahayet güçlük buludu. İkinci, ular nişanlarını qattiq turguzuşunu bilmeydi, qandaq turguzuşunu bilmeydi. Bazılar bek addi nişanlarını turguzudu. Ular əməliyyətdə həmmə kişilər üçün ortaq bolğan xiyallardanla ibarətdir. Yeni bir tərəfdən nişan deginimiz iniq buluşu, qağazga yazılğan buluşu, konkret buluşu və ölçügülü bulunğan buluşu kerek. Üçüncü, ular məğlub buluşdan ənsirəydi. Məğlubiyyət azablıq iş. Amma çoğ muvaffaqiyətlərə erişiş üçün çoxum bir qism məğlubiyyətlərini öz beşimizdən keçirmisək bolmaydı. Mən məğlub buluşum mümkün. Dəb ənsirəb özünüzni nişan tikləşdən, toq tutub qoyuşdan saqlanın. Dördüncü, ular rədd qılınışdan ənsirəydi. Kişilər köpüncə vaxtlarda əgər mən muvaffaqiyət qazanalmasam, başqalar meni tənqidləydi, dəb ənsirəydi. Bu meseleni hal qilishning usuli siz nişanınızı başqalarga demeslik. Başqalar fakat siz öz nişanlarınızı əməlgə aşırıb bolğandan keyin sizдің nəticələrinizlə körsün. Bundan keyinki hayatınızda özünüz üçün küllük nişan turğuzuş və ulanı əməlgə aşırışını bir adet qılıb elin. Barlığınızı özünüz isteydiğin işlərə mərkəzləşdirin. Özünüz istemeydiğin işlər üçün küçünüzü israf qilishdən saqlanın. Bir nişan qoğlaşqışı buluşqa qattıq iradı bağlab, şu boyunca qattıq tirişib, özünüz üçün ən mühim bolğan işlərini əməlgə aşırış yolda təvrənmək mənin qağazga nişanlarınızı yazın, qadirli qarindaşlar. Anda olsa bugünkü tedbir yay sin dersleri 53. sin dersimizde aldığı qarab məğlub buluş. Onun keyin yaşavatqan töhpikarlarını hatırlaş ve qağazga yazılğan nişan degan məzmunlarını birlikte ügünüp ötdük qadirli qarindaşlar. İnşallah kilerki saatte yeni məzmunlarını, yeni temalarını sunuşqa tirişimiz canım dostlarım. Qani yine başka məzmunlar bolsa qarab baqalı biz oqub ötmegen bu kitaplardan. Asasen nurgun məzmunlarını birge ötküzüp ügünüp ütəpdimiz qadirli qarindaşlar. Demek ki bugünkü bu dərisdən nemeni düşündük degen vaxtıda ya özünüz yaxşı qurduğan işini qılın, ya ki qılıvatqan işinizni yaxşı körün. Ya ki olmasa yine bir gep, sizge yoluqqan barlıq qiyinçiliklar, aldığınızda tosqan tosaqlarını siz pələmpey qılıb, onu alğı ilgirilen İnşallah qağazga yazılğan nişanlarınız bağ olsa, təvrənməz nişanlarınız bağ olsa, o çoxum sizni inşallah sizin əməlgə eşişinizға türtkü buludu. Qadirli qarindaşlar, bugünkü tədbiri yay sizin dersimiz mişədə tügüdü. Allah'ın özüge amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.